Assalomu alaykum, hurmatli Nurafshonliklar va shahrimiz mehmonlari. Sizlarga bitta zo'r yangilikni aytmoqchiman. Toshkent viloyati Nurafshon shahar yoshlar markazida bizda hamshiralik va massaj kursi boshlanadi. Va biz shu paytgacha 200 dan ortiq shogirdlarni o'quvchilarni chiqardik. Bizda imtiyozli o'quvchilar bemalol kelib bilim olib ketishi mumkin. 7 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan o'quvchilarimiz bor. Yoshlar daftarda turadigan himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar bo'lsa, ularni davlat tomonidan bepulga o'qitamiz. Kelib bemalol bilim olishlari mumkin. Lekin eng zo'r joyimizdagi o'zimizning natijalarimizni aytmoqchiman. Natijalarimiz bizda o'qib ketgan qizlarimiz juda ham zo'r, qo'llari yengil hamshira bo'lishyapti. Massajistkalarimiz to'g'ri ishga kirishyapti, suhbatni yaxshi o'tishyapti. Ayniqsa hamshira qizlarimiz, tibbiyotga qiziqmagan qizlarimiz ham ikkita qizimiz institutga kirdi. Ikkita qizimiz esa pedagogika yo'nalishi bo'yicha ped institutga o'qishga kirishdi. Mana shunaqa zo'r natijalarga erishmoqchi bo'lsanglar, markazimizga kelinglar va bilim olinglar, qisqa muddatda diplom egasi bo'linglar. Toshkent viloyati Nurafshon shahrida yoshlar markazida hamshiralik kursida o'qidim. Bu kursda ancha narsani o'rgandim. Yonboshdan ukol, kinlikdan ukol, venadan, o'sha tomirdan tushish, shularni o'rgandim. Keyin yana ko'p nazariy bilimlar oldim. O'sha venadan boshqa ukolni stroyni jo'natishlarni o'rgandim. Kapelnitsalarni qaysi doriga qo'shib jo'natish, dorilarni bir-biridan farqi, vaqtlari qancha bo'lishi kerakligi, o'shalarni hammasini o'rgandim. Sizlarga shu markazda o'qishinglarni, Ayza Pamni boshchiligida o'qishinglarni tavsiya qilaman.